Finlandiyada bekarga ovqat olsa bo'lishligini bilarmidingiz? Albatta to'g'ri eshitdingiz. Bekarga har payshanba soat 2 da shunaqa olsa bo'ladi. Odatda u yerga kimlar kelar ekan? Studentlar kelar ekan, qariyalar kelar ekan, oddiy odamlar kelar ekan, hattoki boy odamlar ham kelib o'sha yerda o'chirda turib shunaqa paket olib ketishar ekan. Shu yerda ishlayotgan ishchilar hammasi bekarga yordam bo'lsin deb shunaqa volontarlik qilyapti. Tekinga siz ham ishlab bergan bo'larmidingiz? Shunaqa oq salafanda ichiga solib tarqatiladi. Spiska bo'yicha odatda ularda aytishi bo'yicha 600 ta odam har hafta ovqat olgani, shunaqa salafanda ovqat olgani, non olgani o'chirda juda uzoq o'chirda turishar ekan. Nima deb o'ylaysizlar? O'zbekistonda ham shunaqa qilsa bo'ladimi? O'sha yerdagi ishchilarni aytishi bo'yicha oddiy shu salafan, o'zi salafanda beriladi-yu, shu salafan bir yilda ichida 12,000 yevro turar ekan oddiy salafanni sotib olish magazinda bir yilda ichida. O'ylab ko'ringchi, shu u yerdagi mahsulotlar qanchaga tushadi bir yilda ichida? Bugun ham odam juda ham ko'p bo'ldi, ammo afsus sizlarga shuni video qilib ko'rsatib bera olmadim, chunki ular aytdiki, iloji yo'q, u yerdagi o'chirda turgan insonlar g'alati bo'lishadi, olish mumkin emas deganligi uchun ola olmadim. Bo'lmasam sizlarga ko'rsatib bergan bo'lardim. Umid qilamanki, sizlarga bu qiziq fakt bo'ldi Finlandiyada. Siz ham shu imkoniyatdan foydalangan bo'larmidingiz? Ya'ni o'chirda turib paketni olgan bo'larmidingiz? Fikrlaringiz men uchun juda ham qadrli. Kommentga bemalol o'zlaringizning fikringizni yozishingiz mumkin. Rahmat kattakon hammaga, xayrli o'tsin kuningiz.